100 yıllık marafon. Aptori Michael Pillsbury. 8. bab Kapitalistin yasalmılığı. Fursatdan paydalanıp nap eliş. 36 tədbirdən. 3. qism. Pisand qılmaslıq və başqalarının zihin və bədən küçünü əvzəllikə aylandırış arqılıq paydalıq vəziyyət yaratish taktikasının tədqiq qıladigan klassik misallardan biridə Xitay G'arbdan eng ilg'or texnikalarni akirish arqılıq pay chek və akasiya Pəriz kapitali bozori, o'rtaq sarmoya sanoati, yashanganlarni beqish fondi, egalik huquq fondi, pul muomala bozori qatorliq sohalarda, shundoqla chet el mablag'i, xalqaroliq markaziy banka, o'ltiroq uy qarzi va omonat kartasi qaynam tashqinliq cho'mgan mashinsozlik sanoati qatorliq jihatlarda taraqqiyotni qo'lga keltirgan. Bu yükselişlerinin hammasi Dünya Bankası və şəxsi karxana bo'lgan Goldman Sachs guruhi qatorliqlarning aktiv yordami ostida qo'lga kelgan. Shuning bilan birga Xitoy Kommunistik partiyasi boshqa harakatlarga murojaat qilmagan ahvol ostida texnologiya və G'arbning bilim mülk huquqini o'g'irlash uchun oshkora va qop yurak programmalarni ishga soldi. Saxta mahsulotlar yaratgan iqtisodiy qimmat Xitoy GDP'sining 8%ni egiladi. 2008-yili Dünya Bankasının bosh iqtisodshunosi bo'lgan Xitoyning 1-nomerliq iqtisodiy maslahatchisi Justin Lin leksiya və maqallar bilan Xitoyning iqtisodiy strategiyasi eng nopozluq shaxslardan biridir. Uning leksiya və maqallarının ko'p qismini ingliz tilida so'zlagan va yozgan. U Xitoyga eng yuqori chekda sodiq bo'lgan. Mən 1971-yili Tayvan Davlat Universitetiga 2 yil tədqiqat uchun borganimdan beri uni bilaman. Shu yili u o'quvchilar uyushmasining raisligiga saylangan. 10 yildan keyin Tayvandan yuz o'rib Xitoyning qo'yniga o'zini atgan. 1981-yili Beijing universitetida siyosiy iqtisoddan magistrlik unvoniga erishgan. Keyin Chicago universitetida iqtisodshunoslikdan doktorlik unvoniga erishgan. Doktor Lin oxirida Sovetchi davlat egiligidagi korxonalarni qanday qilib qaytadan shakllantirish jihatda maslahat berish uchun Xitoyga qaytgan. Linning Xitoyning iqtisodiy yukselishini tasvirlashi hayron qolarliq darajada edi. Deng Xiaoping uzoq zamonlardan beri Xitoyning angliq ravishdagi strategiyasini ochiq oshkora holda haddidan ziyoda oddiylashtirib etib, bozor iqtisodini Xitoyning raqobat kuchi planining yadrosi deb qarab oldi. Lin Xitoyning iqtisodiy strategiyasi haqida 3 parcha oddiy va hammaga tanishli kitob yozgan bo'lib, u bu kitoblarning asosliq 2 manbasining Xitoyning qadimki tarixi va Dünya Bankası bo'lganligini qat'iylik bilan ifoda qilgan. Bu ifodaning to'g'riliqi Xitoydan yuz o'rgich shaxslar ichidan eng kamida bir shaxs tarafidan quvvatlandi. Bu shaxs Dünya Bankasının roli to'g'riliq, shundaqla Amerikaning Erkin bozor tashabbusining kutilmaganda Xitoyni o'zining savdo manfaatchiligini dunyo miqyosida kuchaytirish uchun qanday qilib taktika bilan ta'minlab berganligi to'g'riliq tafsiliy ma'lumotlarni berdi. Linning Xitoyning haqiqatan makroliq strategiyasi mavjud
deydigan көз qarashlari Xitoyning Amerikani tadqiq qiladigan eng nopozliq mutaxassisi Wang Sijining көз qarashlariga zid. Wang Siji Oxford Universiteti o'qigan bo'lib, Beijingdagi bir mashhur tadqiqot markazining mas'ulidir. Wang Deng Xiaopingga o'xshash doimla Xitoyning buyuk strategiyasi yo'q. O'tgan 30 yilda Xitoy strategiya jihatda qalaymaqon va tartibsiz holatni besib o'tdi deb qaraydi. Wang 2011-yili Tashqi munosabatlar jurnalida Xitoyning buyuk strategiya izdishi nomli maqolasini e'lon qilgan bo'lib, maqolada kimki Xitoy strategiya bilan ish ko'rdi desa, xatolashgan bo'ladi. Bundaq deguvchilar Xitoyga qarshi yomon niyatli kishilar bo'lish ehtimolligi intayin cho'ng degandek fikrlarni o'tirg'a qo'ygan. Deng Xiaopingmo taki 1997-yili o'lganga qadar o'zini ziyorat qilganlarga o'xshash holda Xitoyning mukammal holdagi iqtisodiy strategiyasi yo'q deb kelgan. 1983-yili Dünya Bankasының boshlig'i A.V. Klausen Xitoyni ziyorat qilib, Deng Xiaoping bilan ko'rishgan. Ular maxfiy holda Dünya Bankasıdan bir guruhi iqtisodshunos Xitoyning iqtisodini tadqiq qilib, kelgusi 20 yilda Xitoyning iqtisodiy jihatda Amerikaga qandaq yetishib olganligi to'g'riliq maslahat berish uchun maxfiy kelishgan. Dünya Bankası bu jarayonda bir yoqdan Xitoyning erkin bozor iqtisodiga qarab mengishga muhtojligini ifodalaydigan bir qism aniqsiz dokladlarni e'lon qilib qo'yib, yana bir yoqdan Dünya Bankasıning iqtisodshunoslari Xitoyning qanday qilib Amerikadan eshib ketalaydiganligi to'g'riliq maxfiy yo'sinda Xitoyga yo'l ko'rsatgan. To'limi aniqki, Dünya Bankası g'arzini yoshirayotganligini chandurmasdan Xitoyni kapitalizm yo'liga mengayotgan qilib ko'rsatgan. Aslida bu ishlar Xitoyning urushqoq bagliklardan udum qilgan koni zo'ravon kuchni ko'ranglitish prinsipiga asosan qaror qilingan. Dünya Bankası 1985-yili Xitoyning 2050-yilga borganda taraqqiy qilgan davlatlarga yetishib olaydiganligini maxfiy yo'sinda ko'rsatgan edi. Buning amalga oshishi uchun Xitoy iqtisodining eng kamida yiliga 5,5%lik to'limi yuqori yukselishni izchil holda davomlashtira olishi kerak edi. Faqat Yaponiyalar Xitoyga selishtirganda ojiz iqtisodiy saviyadan yukselib, Amerikaga va boshqa taraqqiy qilgan davlatlarga yetishib oldi. Dünya Bankası Xitoyga boshqa davlatlar sinab boqmagan, ammo qisman darajada tajriba qilib boqqan bir turlik strategiyani yurgizgan taqdirda Xitoyning taraqqiy topgan ellarga yetishib olaydiganligi to'g'riliq maslahat ko'rsatdi. Dünya Bankası Xitoyning zapas saqlash nisbatining intayin yuqori ekanligini, navoda Xitoyning ishlab chiqarish kuchining eshishini qo'lga keltiradigan, bo'libmi ishlab chiqarishda ilm-fan va texnologiyaga murojaat qilgan taqdirda, buningga qo'shib nupusning ko'payishiga cheklim qo'ygan taqdirda Xitoyning g'arb ellariga yetishib olishdek buyuk g'oyasining amalga oshadiganligini ko'rsatdi. Dünya Bankası Xitoyga maxfiy ravishda 6 nuqtadan taklif sundi. Dünya Bankası siyosiyligi intayin sezgur qaror chiqarganligi, Xitoyning sotsializm yo'lini qo'llaydiganligi, to'g'ri ravishdagi bozor iqtisodiy yuzlanish uchun tirishchanlik ko'rsatganligi sababli takliflarni dunyoga oshkorlamadi. Birinchi taklifda 1985 yildan boshlab 20 yil ichida Xitoyning ishlab chiqarishni,
bo'libmi yuqori texnikalik mahsulotlarni ishlab chiqarish salmog'ini jiddiy ravishda oshirishi kuchab ta'kidlandi va buning uchun o'zining eksport qurilmasini o'zgartirishi kerakligi ko'rsatildi. Ikkinchi taklifda Xitoy rahbarlarining chet eldan g'oyat zo'r miqdorda qarz olmasligi kerakligi ogohlantirildi. Üçüncü təklifdə Dünya Bankasının iqtisadshunoslari chet el korxonalarının faqatla yuqori texnologiya va zamonaviy boshqarish texnikalari jihatdala Xitoyga mablag' selishi uchun Xitoyning ularga mushuni tashviq qilishini ta'kidladi. To'rtinchi taklifda chet elning mablag' selish shirkatlari va sheriklashgan korxonalarni iqtisodiy alohida rayondan boshqa rayonlarga kengaytirish o'ttirg'i qo'yildi. Beshinchi taklifda o'zi tizginini tutib turgan tashqi savdo shirkatlarini paydin-pay amaldan qoldirib, har bir davlat egiligidagi korxonaning o'z oldiga savdo o'rinlashtirishini amalga oshirish kerakligi bildirildi. Eng oxirgi 6-chi taklifda bo'lsa, Xitoy o'zining makro iqtisod ramkasini qarorlik ravishda belgilab turish kerakligi bayon qilindi. 1990-yilga kelganda Dünya Bankasının eng ko'p xizmatchilar guruhi Beijingda edi. Xitoy rahbarlik qatlami Dünya Bankasının pərdə arqasida o'ynayotgan rolini qilchi oshkorlamasdan bu xalqarалық tashkilotning umuman hamma taklifiga binoan ish ko'rdi. Hivaning yordami ostida 1984-yili Xitoyning iqtisodini tadqiq qilishga boshchilab cho'kkan Peter Harold Dünya Bankasının baş iqtisodshunosi bo'lib tayinlandi. Nurg'un yillardan keyin Xitoyning muavin ministrlaridan biri menga Hivaning garchi u Xitoyning iqtisodiy sohasining sirtida hech qanday tonilmagan bo'lishiga qaramay, Xitoy iqtisodining uvulini solg'uchi shaxs ekanligini aytgan edi. Men taniydiganlardan hech kim Hiva to'g'risida ma'lumotga ega emas edi. Sovet ittifoqi parchalangandan keyin Xitoy iqtisodshunoslari Sovet ittifoqi va Sharqiy Yevropaning iqtisodiy modeliga agishimizmi yo'q degan masala ustida munozaraga tushib ketdi. Bu chaqda Sharqiy Yevropaning davlat egiligidagi korxonalari tezdinla xususiylashib, erkin holatda baho belgilashga o'tib bo'lgan edi. O'z vaqtida bu masaladan Amerika amaldorlari xabarsiz bo'lgan bo'lsa-mu, Xitoyning islohotchilik etisidagi siyosiy yo'llari Rossiyaning davlat egiligidagi korxonalarni xususiylashtirish modeliga agishishimiz kerak deb qaraydi. Shunda qilib Xitoy yana bir do'qalg'a duch keldi. Tiananmen vaqasi yuz berishdan ilgirki bir qancha yilda Amerikaning Xitoyshunos tadqiqotchilari bu munozirada mag'lub bo'ldi. 2 nafar kommunistik partiya amaldori haqiqiy islohotchi bo'lganligi uchun vazifasidan elib tashlandi. Arqadan Amerika Parijda yashayotgan surgundagi Xitoylarni qo'llamaslikni qaror qildi. Prezident Clinton Xitoy Amerikadan eshib ketishi uchun erkin bozor va xususiy egilik yo'liga mang'amdi va yoki texnika o'g'irlash, soxta mal yasash, axborot to'plash tipidagi davlat egiligidagi shirkatlarni ko'plab qurish yo'lig'imi deganlarni texicha bilolmagan edi. Agar biladigan bo'lsak, haqiqiy ravishdagi erkinlashish yo'liga mang'usi borlar kishilarni qo'llash haqiqatan oqilonlik bo'lgan bo'ladi. Biroq texmi ko'p va kuchlik sadolar. Masalan, keyingi yillarda Jungo Bankasining boshlig'i bo'lgan Zhou Xiaochuan
qatarlıqlarning sadosi g'olib keldi. Jo'ning burunla Dünya Bankası bilan hamkorlik o'rnatib olishi Xitoyning marafon strategiyasi uchun mislsiz foydali bo'ldi. 1991-yili Sovet ittifoqi parchalangandan keyin Xitoyning ta'sir kuchiga ega ba'zi siyosatchilari Rossiyaning islohot modeliga taqlid qilib mengishni orzuladi. Biz asli mushu islohotchilarni qo'llab, buning aksicha Jo'ga o'xshashlarga qarshi turgan bo'lsak bo'ladi. Ammo biz bu maxfiy muzokaradan xabar topolmadik. Jo siyosiy islohot qilishni rad qildi. Aksicha u va uning Dünya Bankasıdagi ittifoqdoshlari davlat egiligidagi korxonalarning foydaga erishishni kuchaytirish strategiyasi yurgizish orqali kommunistik partiyaning kontrol qilish huquqini saqlab qolishni tashabbus qildi. Jo Shaochuan Dünya Bankası uchun bir parcha maxfiy doklad tayyorlab, dokladda o'zining G'arbning bozor iqtisodini rad qilish planini va Rossiya bilan Sharqiy Yevropaning islohot tajribalaridan olgan ijobiy saboqlarni tafsiliy o'ttirg'a qo'ydi. Jo bilan Dünya Bankasıning Xitoy sho'basi direktori Peter Harold Xitoyning unumsiz, qurilmasi nabob, sodasi nachar davlat egiligidagi korxonalarni isloh qilish uchun yangicha strategiya o'ttirg'a qo'ydi. Ular g'oyat zo'r sommadagi iqtisoddan ziyon tortganligi uchun hukumat kontrolligidagi bank sistemasi orqali bu ziyonning o'rni to'liqlandi. Dinozavrlarni qutqizib qilish, uni davlat chempioniga aylantirish ilgirki hech qachon yuz berib baqqan ish emas edi. Tafsiliy tadqiq qilishdan keyin Xitoy gruppasi va Dünya Bankasıning iqtisodshunoslari korxonalarni xususiylashtirish va siyosiy islohotga qarshi turish qaroriga keldi. Ular birlikda iqtisodiy yukselishdagi eng muqim yo'lning sotsializmcha iqtisodni va Xitoy Kommunistik partiyasining siyosiy monopolligini qo'g'dash bo'ladiganligini belgiladi. Ularning davlat egiligidagi korxonalarni rad qilishdagi qisman bahonasi o'zlarining mo'lchiricha Xitoyning davlat egiligidagi sanoat korxonalarining qimmati 2 trillion Xitoy puli ekanligi, xalqning zapas puli 1 trillion Xitoy puli ekanligi, shu vajidan Xitoy xalqining davlat egiligidagi korxonalarga mablag' selib, bu korxonalarning egillari bo'la oladiganligining mumkin emasligi, shu vajidan Xitoyning Sovet tipidagi korxonalarni xususiylashtirish yo'liga mangsa bo'lmaydiganligi edi. Yeziladimi o'xshashlar xususiy mulk bo'lsa bo'lmaydi. Hatto 2014-yildami 600 million Xitoy dehqonlari o'zi terayotgan yerlargami egidorchilik qila olmaydi. Bu munozirlarning bir qismi Maoyushi 2012-yili Kato ilmiy jamiyati tarafidan berilgan Milton Friedman erkinligini ilgari surish mukofotiga erishgandan keyin 2013-yili Maoyushi tarafidan oshkorlandi. Balkim Amerika amaldorlari bozorni erkinlashtirish fikirdagi mo'tadillar bilan qattiq qo'llar orasidagi bu ziddiyatlardan o'z vaqtida xabar topgan bo'lsa, Washingtonda boshqacha qaror chiqarilishi mumkin edi. Davomi bor.